Voqea lekin ko'pchilik Armstrong katalogini tanlaydi. Lekin 90% odam eng muhim detalni e'tibordan chetda qoladi. O'zi Armstrong sifatli plitada emas, balki T profil, ya'ni karkas qismidan boshlanadi. Nega T profil bunchalik muhim? T profil bu shunchaki temir emas, balki shiftning butunlay skelet qismi hisoblanadi. Agar T profil yupqa bo'lsa, shift osilib qoladi. Geometriyasi noto'g'ri bo'lsa, albatta shift ko'rinishi buziladi. Va sifatsiz bo'yoqdan foydalanishsa, uzog'i menimcha 1 yil yoki 2 yilda o'sha ranglari sarg'ayib qoladi yoki qoralarda oqarib qolishi mumkin. Veroselingda T profillar uch xil rangda zavoddan ishlab chiqariladi. Tasodifiy keltirilmaydi ular. Ko'rib turganingizdek oq, qora va zebra ranglar mavjud va oq rangi universal rang hisoblanadi. Klassik usuldagi obyektlarga juda mos keladi. Qora rangdagi esa premium dizaynlarga juda ham zo'r mos tushadi va zebra rangi esa dizaynga urg'u beruvchi obyektlar uchun juda muhim. Ha, aytgandek, karkas ham dizaynning bir qismi hisoblanadi. Biz sotuvchi emasmiz, balki ishlab chiqaruvchimiz. Agar siz ana bunday Armstrong plitasini allaqachon olib bo'lgan bo'lsangiz ham, bu muammo emas. Albatta T profillarni bizdan olishingiz mumkin. Qaysi dizaynda Armstrong osma shifrlar ishlatilgan bo'lsa, albatta T profil u yerda muhim rolni egallaydi. Ha, aytgandek, biz plitani emas, balki muammoni hal qilamiz. Armstrong osma shifrlariga qiziqayotgan bo'lsangiz, unda uni to'g'ri karkas bilan mustahkamlang. Agar sizga ham ushbu xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bevosita raqamlarga murojaat qiling. Veroseling biz uchun sifat foydadan.